Hozirgina shifoxonaga 4-qavatdan yiqilib tushganligi aytilayotgan o'smir olib kelindi. Biz hozir uning holati haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Odilxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir shoshilinch tarzda olib kelingan o'smir haqida nimalar ayta olasiz? 18:20 da bizga 4-qavatdan yiqilgan yigitni olib kelishdi. Juda og'ir, agonal holatda bo'lgan. Kelgan holatda koma, uch bosh miyani ochuv jarohati, bosh miyani lat yedish og'ir darajasi, burun, og'zi sohalarida qon ketishi bilan shoshilinch ravishda sun'iy nafas apparatiga olib diagnostika qilishni boshladik. Shifokorning ma'lum qilishicha, o'smirda nafas, qon bosimi belgilari aniqlanmagan. EKG bo'yicha va kardiomonitor bo'yicha yurak faoliyati bradikardiyaga moyil 25-30 udarda bo'lgan. Bemor darhol sun'iy nafas apparatiga olindi. Barcha shifokorlar bor imkoniyatdan foydalanishdi. Afsus. Ko'rilgan choralarga qaramay, o'smir hayot bilan vidolashdi. Bitta bosh miyani jarohati, o'zi tashxisida bitta ko'krak qafasida va yurak xaltasida qon aniqlangan va bitta yurak lat yegani aniqlangan. Kadr o'rtasi bilan suhbatlashganimizda shifokor sifatida vazifamni bajardim, lekin ota sifatida hali 20 ga ham kirmagan yigitni bu holatini ko'rib ta'sirlandim dedingiz. Reanimatsiya qilayotganda o'zim farzandimdek qaraymanki, harakat qilamiz hammaga, o'zimizning ota-onamizga, aka-ukalarimizga, farzandlarimizga qaragandagi qarashga. Farzand dog'ida kuyayotgan onaning holatini ko'rib, yuraklar tamom bo'ldi. Ochig'i bu vaziyatda bizni ham qo'limiz ishga bormadi. Shu o'rinda marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Ko'p qavatli xonadonlarda istiqomat qiluvchi insonlar, imkon qadar derazangizga himoya to'siqlarini o'rnating. Bu orqali biz har qanday baxtsiz hodisalarni oldini olgan bo'lamiz.